Assalomu alaykum. Bugun sizlarga stomatit kasalligini tushuntirib beraman. Farzandingizda stomatit og'iz shilliq qavatida chiqdimi? Buni bilmoqchimisiz? Qaysi turi, qanday holatda, qanday davolashni bilmoqchimisiz? Unda bu videoni o'tkazib yubormang. Videoda ko'rganingizda siz ko'rgan vaqtingizga umuman achimaysiz. Unda bizdan uzoqlashmang. Ketdik. Stomatit bu og'iz shilliq qavatning yallig'lanishiga stomatit deyiladi. Asosiy sabablarni ko'radigan bo'lsak, birinchisi bakterial infeksiyalar, streptokok, stafilokok bakteriya. Ikkinchisi bu zamburug'lar, ya'ni kandidoz zamburug'i. Viruslarni oladigan bo'lsak, bu gerpes virusi kiradi va undan tashqari vitamin tanqisligi B6, B9, B12 vitamini tanqisligida stomatitni yuzaga keltirishi mumkin. Va undan tashqari immunitet past holatda ham stomatit yuzaga keladi. Va turmush hayotimizda uchraydigan issiq, sovuqni ko'p iste'mol qilamiz. Buning evaziga og'iz shilliq qavati zararlanadi va stomatit yuzaga keladi. Stomatit qanday yuzaga keladi? Stomatit og'iz shilliq qavatida mikroorganizmni, ya'ni og'iz shilliq qavati zararlandi. Zararlangandan so'ng mikroorganizm og'iz shilliq qavatiga kiradi. Kirgandan so'ng o'sha yerda yallig'lanish yuzaga keladi va shish, qizarish bo'ladi va eroziya. Eroziyadan keyin yara hosil bo'ladi va bolangizda, farzandingizda, katta odamda og'riq bo'ladi va ovqatning yeyish qiyinlashadi. Bu stomatit deyiladi. Endi stomatitning turlarini ko'rib o'tamiz. Birinchisi bu kataral turi. Kataral turi eng ko'p uchraydigan turlardan biri hisoblanadi. Kataral turida bemorni og'iz shilliq qavatini ko'rganingizda, ko'zni nazarda tashlaganingizda, og'iz shilliq qavatida oq qoplama hosil qiladi va og'iz yomon hid yuzaga kelib turadi va ba'zan og'riq ham bo'lishi mumkin. Oq qoplamani ko'ryapsiz. Bu oq qoplama orqali siz stomatitni boshqa turlardan farqlay olishingiz mumkin bo'ladi. Bunda siz nima qilasiz? Bu yerga siz birinchi navbatda kataral turida, ya'ni antiseptik chayish, ya'ni bular xlorgeksidin, romashka bilan kuniga 2-3 mahaldan 5-7 kun chayishingiz kerak bo'ladi. Va og'riq bo'ladigan bo'lsa, ibuprofen tabletkani ichasiz. Va shilliq qavatini yaxshilash uchun siz metrogul yilidan mazidan 2 mahaldan 5 kun qo'llasangiz bo'ladi va o'shanda siz kataral stomatitni davolashingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi avtostomatit. Avtostomatit bu og'iz shilliq qavatining bolalarda va kattalarda ko'proq uchraydigan turi hisoblanadi va eng keng tarqalgan turlardan biri bo'ladi. Bu avtostomatit o'z nomidan avtoz deb nom olgan. Ya'ni bunda oladigan bo'lsak, yara markaz oq, atrof qizarish bo'ladi. Shunda siz boshqa turdan farqlay olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, atrof qizarish, markaz oq bo'ldimi? Bu aniq avtostomatitdir. Endi avtostomatitni qanday qilib davolasak bo'ladi? Avtostomatitda xlorgeksidin, romashka, furostilin bilan siz kuniga 2-3 mahal har kuni chayasiz. 5 kungacha, 7 kungacha yaxshi bo'ladi. Ondan tashqari yara joyga chiqdimi? Qolisol geldan siz 2 mahaldan 5 kun qo'llaysiz. Va vitaminlar, B kompleks vitaminlar qo'llashingiz bo'ladi. Ichish kerak. Bunda bolalarda bo'ladigan bo'lsa, siraplar, kattalarda bo'ladigan bo'lsa, siz tabletkadan 1 mahaldan 14 kungacha ichishingiz kerak bo'ladi. Va undan tashqari C vitaminlarini ham askarbenkalarni ichishingiz mumkin bo'ladi. Bu keyingi turi gerpes stomatit, ya'ni gerpes virusi orqali yuzaga keladigan stomatit hisoblanadi. Bu turini siz boshqalardan qanday farqlay olishingiz mumkin bo'ladi? Ko'rishingiz mumkin. Mana og'iz shilliq qavati yaralari ko'ryapsiz. Bu pufakcha bo'lyapti. Demak, pufakcha bo'ldimi? Demak, bu gerpes stomatit, ya'ni gerpes virusi orqali yuzaga kelgan stomatit hisoblanadi. Bunda
asosiy dori vositalar nimalar kiradi? Herpes virusiga ta'sir qiluvchi dorilar asosiy guruhi bu asklovir, mazi hamda tabletkalardir va og'izni aseptik chayish, ya'ni xlorgeksidin, romashka, furostilin bilan chayishingiz kerak bo'ladi. Og'riq bo'ladigan bo'lsa, og'riqqa siz ibuprofen, parasetamol tabletkani bolaning yoki katta odamning holatiga qarab qo'llaysiz. Ya'ni individual, har bitta dori individual. Siz bu o'z-o'zidan davolab qo'ymaydi har bitta dori. Bolaning holati va yoshiga, vazniga qarab qo'llashingiz mumkin. Chunki kasalni oddiygina dori vositalarini ham davolash mumkin. Bu psixik va bemorning holatiga qarab va kasalning turiga qarab oddiy dorini ham davolashingiz mumkin. Asklovir tabletkasi bilan qo'llaysiz, mazini qo'llaysiz, tuzli suv bilan yoki furostilin, romashka bilan chayasiz. 5 kundan 7 kungacha yaxshi bo'lib ketadi. Keyin tarqalgan turidan yana bittasi bu zamburug'li. Kandidoz turi deb hisoblanadi. Zamburug'li turi zamburug'lar orqali yuzaga keldimi? Bu turi boshqa turidan qanday farqlay olishingiz mumkin? Rasmda ko'rib turibsiz. Ya'ni bunda yaralar hosil bo'lgan. Xuddi sutga o'xshash yaralar hosil bo'lgan. Sutga o'xshash yaralar ko'rishingiz mumkinki, o'sha yarani olsangiz, yara tagida qonash yuzaga keladi. Qonash yuzaga keldimi? Demak, bu zamburug'li stomatitdir. Shu bilan siz boshqa stomatitlardan farqlay olishingiz mumkin. Bunga qanday dori vosita qo'llaysiz va qanday qilib siz profilaktik ishlarni amalga oshirasiz? Bunda dastavval zamburug'li bo'ldimi? Nistatin tabletkasini siz ezib yoki o'sha joyga shimib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. 2 mahaldan 5 kunga. Undan tashqari flinkazol yoki clotrimazol mazani 2 mahaldan 5 kunga qo'llansangiz bo'ladi. Va undan tashqari siz og'izni chayish uchun xlorgeksidin, romashkalarni qo'llaysiz. Bular ham 2-3 mahaldan kuniga va B guruh vitaminlar, tabletkalar bolalarda bo'ladigan bo'lsa, siz sirop shaklini, kattalarda bo'ladigan bo'lsa, siz tabletka shaklini 14-15 kun, 1 oygacha qo'llashingiz bo'ladi. Bu video orqali sizlarga har bitta stomatitni turini, ko'rinishini tushuntirib berdim. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.